Çıkmaylar boldim aşkıranç men bundan. Men faqat chiqim kelmadi. Nervam bak oldu gapni anglapma. Menda juda toz qoldi degan, juda nima shunda qonda. Yana bizim degan. Ya ade uğo bo'lib to Kazoning bobiyoz keldi. Dadi dema. Narvonni otmayadi. Bo'ldi. Ya talağa chiqqan hozir. Talağa chiqqan. Ha. Mashin sotmay talağa demiş qildim gaz. Ya şu sitap şu balık qayla talağı ama maşın to'xtatib kelishni oldiga. Şunla 2 kun chiqdim ko'dira bilib etkilar. Ha qiysak ha ma bu deb so'zlab. He. Qanday qilib chiqar. Nim bo'ldi? Nim bo'ldi? Aktif bunda. Ishqiron chiqmaylar Kazon. G'azab bo'ldim. Narvonni o'ladi. Bu bir chiqish birsa qabulmay dağlıq bir işin olğandıki ko'dira. Undan bizim canından sözlerler undan. He? Aylanib lazımman, tetiksiz olma. Bo'ldi. Qayda degandek şu. Akishgan lazımma emas. Siz ta'mizda yashaymiz. Nima qilib? Bo'ldim, bichiralik mashinamiz satsak oldu. Nima qilib? Bular haq nemiz, nima qaring bor? Savsovning gibi boyunca haq nemiz xato tushunsiz, mayli bugunmi xato tushundi, atim xato tushundi, o'ginim xato tushundi. Lekin men degan men o'zimga to'g'ri kelgan ish yo'lab qolsa, o'zimizning vijdoni to'g'ri keladigan ish yo'lab qilsak bo'lar. Ilmsaqdan kelayotgan qoida. Haq xato tushunamda, to'g'ri tushunamda, sen qilayotgan o'zingga to'g'ri vijdoning yuz kelsa, davomli qilsang bo'laverdi. O haq nemisi davrda, haq anda dedi, manda dedi, sen yaşımıza qolda. Şu haq seni ko'ranmagan chaqda, ashuna keyningni g'ajaydiga olib shu. O'g'aval degandan ki, unda ashuna keyningda chaqib oldin qaylab mangsa. Haq andida, mandida degan odamga o'zigalam desang bo'ladi. Sen namertkensa deb. Xumsa deganning ma'nisi oldikenning gap qadimni xumsa deymiz. Xumsa deganning ma'nosini men tushuntirib qo'yay. Shunga haq nemisi mayli? Mayli emas, bobiyosa bo'lib to'q siqinib yo'qolishaydi. Kilishga o'xshaymadi da. Shunda shuni qilgancha biz qizqarlik chiqaribdik da. Bo'ldimi? Osongo. Tushunchingki ya. Bobiyosa bo'lib to bobiyotga odatgadan bo'lmaydi, resmi meshq qilib, unda siqinib bo'yi va unda kagan, unda shoy odamdan bobiyo dedi. Qizlarni motor degandek. Bu şunlar degan şu qiziqcha, bu kichik ameli ko'rdik, G'angtuchangnikina. Ballarimizni ko'rsizlar. Şu qiziqarli chiqqan. Maqtab tursinlar. To qapa adashay mana chiqmaysiz o'tishamiz. Ya ma gapni anlab ko'nglim palla yorib ketdi hozircha. Ada biz ras tiyib qolib turishmi? Ustoz ko'nglimizni yoritib qo'ydi. Rahmat amsa. Juda Ödönlama ya vallahi. Her qanday ishni shu joyda turib ko'rmas. Her qanday bir ishni to'g'ri taraf turib ko'rsak, to'g'ri qilmaganda, xato taraf turib qilsak, xato qilmaganda. Chunki bjedam sigakkin chiqaqkin yangi sigak chiqaqlab qolmaydi. Bjedam eski yangi eskilab qolmaydi, yaxshi yangi yaxshi bo'lib qolmaydi. O faqat sen vijdoningga yuz kelib, haqqi o'g'illik qilmay, yanchiqchilik qilmay, haqni aldamay, haqqi nacharlik qilmay yashasang, o'zing yuz kelib yashasang, sen yanlamışdan nochi. Haq nemiz davrda. Haqning nacharligini nadiz qilsangiz, oldikenimiz qilgan gap so'zdeyiz qilamiz. Shun gap qilsak, men olsam bobiyo degan bilan qo'qas kelishgan bo'lsa, bobiyo dedi shu. Qizlarni xudo alaqa motorkan deganda shu o'g'ani shu shay olib qolsa, iga fisqallik ajab bobiyo o'xshash, fisqallik chiroylikin. Anda shunday degan bilan qo'qas shu qizqarlik chiqqan shuna deganda. Shama ya vallahi shunga har qanday bir ishni biz cho'qim yaxshi tarafda o'ylashimiz kerak. Yaxshi tarafda o'ylag'ashimiz, yaxshi tarafga mangada, yomon tarafda o'ylag'ashimiz, yomon tarafga mangada. Yani gap qilsak gapcha Murodjon tanlab ham ishimizni qilaman.